sartarosh bo'lib ko'ring, xo'p bo'ladi. Agar men sartarosh bo'lganimda Instagramimni qanaqa yuritgan bo'lardim? Birinchi o'rinda hamma sartaroshlardan ajralib turish uchun hech kim qilmayotgan bitta ishni birinchi bo'lib qilishni boshlardim. Bu kontentni olib, ustiga ovozimni ozvuchka qilish. Bu bilan qolgan sartaroshlardan ajralib turishga, shu bilan o'zimning shaxsiyatimni va fikrlarimni yetkazishga erishgan bo'lardim. Ikkinchi rubrikada bitta soch stilini rasmini qo'yardim-da, xuddi shunaqa chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Ketdi deb videoni boshlardim va odamlar xuddi shunaqa chiqadimi yo'qmi deb oxirgacha videoni ko'rishini hisobiga videoni prosmotri ko'p bo'lib, axbatlar oshishiga sababchi bo'lardi. Uchinchi rubrikam bo'lsa, videoda chiqayotgan qahramonlarni ozgina boshida bo'rttirib, keyin undan keyingi natijani ko'rsatishga olib keladigan razlikatsiyaviy kontent qo'shardim. Ya'ni boshida tishini bo'yab qo'yib, qoshlarini o'rtasini bo'yab qo'yib, kiyimlarini ham o'zgartirib olib chiqardim va bu bilan katta axbatlarga chiqadigan bitta zo'r rubrika bo'lardi deb o'ylayman. Bu videoni srochni sartaroshlaringizga yuborib qo'yinglar va keyingi safar qaysi sohaning egasi bo'lishimni kommentariyada yozib qoldiringlar.